Behi yurakka, asablarga va immunitetga davo ekanligini bilarmidingiz? Ayni damda homilador ayollarimiz shu mevadan ko'p iste'mol qilsa, farzandi oppoqqina chiroyli bo'lib tug'ilishi haqida-chi, eshitganmisiz? Behi shamollashda foydali, holsizlikni yo'qotadi, yurakni mustahkamlaydi. Men bugun aynan shunaqa shifoli kompot tayyorladim. Avval behilarni shu qattiqroq gubkada yaxshilab yuvdim, yaltirab ketdi. Keyin shunaqa qilib qovun shaklida to'g'radim. Bankalarni duxovkada sterillab oldim. Issiq bankaga bitta kosa to'g'ralgan behi, kichkina piyolada shakar va bitta limonni sakkizga bo'lib, shundan 2 bo'lagini soldim. Limonni albatta soling, ta'mi ham, rangi ham juda o'zgacha chiqadi. Endi shaqqillab qaynab turgan suvdan quyib, zakrvashkada burab oldim. Keyin uni u yoqqa bu yoqqa aylantirib, shakarni eritdim. Oxirida esa dasturxon ustiga taxlab, ustidan adyol bilan o'rab qo'ydim. Iliq joyda sekin sovib shifoga aylanadi. Siz ham bugun biroz vaqt ajrating, o'zingiz uchun, oilangiz uchun mehr bilan tayyorlang. Menga obuna bo'lishni ham esingizdan chiqazmang.